Nima uchun hech bir kompaniya Jeki Channing kaskadyorlik guruhiga homiylik qilishni istamaydi? Jeki Channing kaskadyorlar guruhi kinoda xavfli sahnalarni o'ziga xos tarzda amalga oshiradigan professional jamoa sifatida mashhur. Ammo ularga homiylik qiluvchi kompaniyalar kam yoki deyarli yo'q. Jeki Chan va uning jamoasi doimo xavfli sahnalarni haqiqiy sharoitda ko'pincha maxsus himoya vositalarisiz bajaradi. Bu esa jarohatlar xavfini oshiradi va homiylik qilguvchi kompaniya bunday xavf bilan bog'liq loyihalarda qatnashishni istamaydi. Kaskadyorlarning faoliyati sug'urtalash uchun juda qimmatga tushadi. Jamoa a'zolari ko'p og'ir jarohatlar olgani sabab sug'urta kompaniyalari ular bilan ishlashga tayyor emas. Kaskadyorlar o'z ishini ortida qoladi. Ularning ismlari unchalik tanilmaydi. Homiylik qilish uchun kompaniyalarga yetarlicha marketing yoki reklama foydasini keltirmaydi. Jeki Chan homiylik bilan bog'liq cheklovlar yoki talablarga bo'ysunishni yoqtirmaydi. U o'z jamoasini o'zi boshqarishni afzal ko'radi. Homiy kompaniyalar xavfsizlik standartlari va qonuniy talablar sababli juda ham xavfli loyihalarga qatnashishni cheklaydi.